Elliymisiz bizga. O'zbekiston aholisi ellimaysan. Ha. Chet el fuqarolariga, turistlarga 180 ming so'm 17 yoshgacha, undan yuqorilarga 250 ming so'm. Mana bizga kelguncha odam kamayib qoldi. Bu tuzum. Men bitta Qirg'izistondagida o'ylayman-da, ya'ni yo'li masalan bizga 100 so'm edi-da, 200 so'm. O'zini xalqi uchun 50 so'm. Xudo ajratgansan, lekin bu anaqadir bir hammasi. Mana bu yo'ldan kiramiz. Ya yirtdilar. Bitgancha topdi. Qo'shilasiz emas. Ozgina taraf turing. Mana bu tarafa chiqadi. Yo'q, yoqdan faqat chiqish.